Hech o'ylab ko'rganmisiz, qanday uylarga farishtalar kirmaydi? Keling, buni Qur'on va hadislarga asoslangan holatda ko'rib chiqamiz. Farishtalar mana shu 5 ta muhim sabablarga ko'ra uyingizga kirmaydilar. Birinchisi, jonli mavjudotning surati yoki haykali bo'lsa, shu jumladan insonni ham. Ikkinchisi, uyda saqlanayotgan it. Albatta, Buxoriy hadislarida farishtalar it bo'lgan uyga kirmaydi deb yozilgan. Uchinchisi, qo'pol so'zlar yoki doimiy janjal uyida farishtalar bo'lmaydi. Termiziy hadisida kim yomon so'z ishlatsa, farishtalar undan 1 mil uzoqda bo'ladilar, chunki og'zidan chiqqan so'zlar badbo'y hid beradi deb yozilgan. To'rtinchisi, junub holatda uzoq yurish, ya'ni tahoratsiz va poklanishsiz. Buxoriy hadisida shunday deb yozilgan: farishtalar junub bo'lgan insonga yaqinlashmaydilar toki u g'usl qilmaguncha. Beshinchisi esa doimiy g'iybat qiladigan insonlar uyida farishtalar bo'lmaydi. Hujrot surasining 12-oyatida bir-biringizni g'iybat qilmanglar. Sizlardan kimdir o'lik birodaringizni go'shtini yeyishni xohlaydimi? Siz bundan jirkanasiz deb yozilgan. Har kunlik qiziqarli kontent uchun menga obuna bo'lishni unutmang.